Assalomu alaykum Chorva Tuz kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Obunachilar, sizlarga Rossiyani Kalorovsk oblastidagi bir angus sigirimizni video obzor qilib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha obuna bo'lmaganlar obuna qo'yinglar. Bu angus sigirimiz haddan ziyod semirib ketgan. Buni bolasi emas, boshqa buzoq bu. Buni onasi naryoqda. Bu sigirimiz haddan ziyod semirib ketgani hisobiga juda qiynalyapti. Hozir endi buni alohida olib ozgina ozdirish niyatimiz bor. Chunki 2 marta noto'g'ri yotib qoldi bu mol. Vazn ko'pligi hisobiga o'zini eplay olmay noto'g'ri yotib qoldi, o'lishiga sal qoldi. Bellari ham bilmadim qanaqa ko'rinyapti, lekin haddan ziyod semirib ketgan. Haddan ziyod. O'shanga alohida oldik. Endi buni ozdirmoqchimiz. Bellari ham tuxum bo'lib ketgan, haddan ziyod moy bosib. Sigir o'zi ham tonnadan oshiq indamasdan. Tonnadan baland narsa. Yurishga ham qiynalib yotdi. Sigir o'zi ham bahaybat.